Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammalarning joy va xayrli bo'lsin. Mening ismim Turli Xamis Shvetsiyaning poytaxti Stockholm shahridan. Men bu yerga ba'zan bir masalalar bo'yicha chiqib qoldim. Andan keyin men bu Facebook'imni taqib etmoqchi. Andan keyin men ovozim chiqyaptimi qarindoshlar? Avazım var mı yok mu? Bolsa tegiga bir degan sonni yozayotganlar xafaman. Agar ovozim bo'lgan bo'lsa. Ovoz bormi qarindoshlar? Ovoz bo'lsa birni besaytinglar, ovoz bor deb yozaytinglar bo'lmasa qarindoshlar. Ovoz yaxshi chiqyaptimi? Rahmat. Tuyg'un Abdulaziz qarindishimiz bilan Mahmud Niyaz qarindishimiz rahmat. Bo'ladi, men asosliq gapiradigan gapimni qilib, undan keyin shu naqmaydinim Facebook'imda 3 kun turdi, undan keyin 3 kundan keyin Facebook'ni taqib etmoqchi va uningki sababini hozir qarindoshlarga deb o'tmoqchi. Uning sababi qandaqdir menga kelgan bir besimdan yoki ota-onamning turmadan chiqqanligidan emas. Uydagilar shu yerda erkinlikka chiqqani yo'q. Men hozir birinchi qadamda men yerda bir o'tganda men Facebook'ga yozibman ekanman. Shu ba'zi bir nuqtalarni eng oxirida men deb o'tib ketay deb o'tib ketishdan burun men yerda birinchi shu Mamat To'xti. Men Mamat To'xti degan bu odamniki laqab bilan chaqamayman, Mamat To'xti deyman. Bu Mamat To'xti degan bu odam hozirgacha mening masalamda oldiga sakrab chiqmoqliq. Shuning men ham hatto meningki masalamdami boshqalarga o'xshash aralashishliq emas. Masalan, Do'lqin Aysadek va yoki boshqa shu Dilshod Rashidga yon besib, menga to'kma chaplab qilmadi. Ham unda ovozlarimni kammadi, anglamadim. Shuning uchun men shu Mamat To'xtininki o'zininki ovozini Mamat To'xti deb chaqirmoqchi. Mamat To'xti apandim mayada 28 fevralga 28 fevral Mamat To'xti odam apandim o'zi yozganki Shvetsiyadagi ko'p qarindoshlarimiz bu rasmni va munosabatli voqealarni unutib qoldi. 2011-yili Shvetsiya 29 qarindishimizga chegaradan chiqarib o'tish buyrug'i tushirgan va 70 nafar atrofidagi qarindishimizning panohligi rad qilingan. Bu to'g'ri. Men qurultay nomidan Shvetsiyaga kelib, Shvetsiyadagi adolat ministri Erik Ulanhak, BDT musofirlar ishxonasi mas'ullari va tashqi ishlar ministrligi Xitoy bo'limi amaldori, ko'chmanlar sotining sotchilari bo'lib bir yurish muhim uchrashuvlardan keyin Shvetsiyadan chiqarib o'tish buyrug'i berilgan qarindoshlarimiz haqidagi qaror qaytarilgan va panohligi rad qilingan 70 dan ortiq qarindishimizning ishlari iziga tushgan edi. Bu rasm Stockholmga BDT musofirlar ishxonasidagi xodimlar bilan shu masalani ko'rish to'g'riliq bo'lgan yig'inninki xotirasi debdi. Ko'rishgan bo'lsa, ko'rishganda men uni o'qimayman, lekin men Mamat To'xti apandimga bir narsani izohlab o'tib ketmoqchi bu yerda. Mamat To'xti apandim degandagidek Shvetsiyadagi 29 qarindishimizning chegaradan qo'g'lab chiqarilganligi rost. Bu bir haqiqat. Buningda telefonlar bo'lmaydi. Chunki shu 29ninki ichidagi bir odam, ya'ni men Turli Xamis 70 ga yaqin qarindishimizniki shu chaqda iltijo ishlari hal bo'lmay yurgani bu rost. Bu ishlarningki bu bo'lingani bu rost. Ammo Mamat To'xti apandimninki bu ishlarni qurultay nomidan men Shvetsiyaga berib qildim degani bu yog'in. Bu qanday yog'in desanglar, 2011-yillarda shundaq Shvetsiyada nurg'un qarindoshlarimizning panohlik ishlari rad qilingan ham
rad javob qilingan, hatto chegirdanmi chiqarib etilgan qarindoshlarimiz bo'lgan. Uningki birisi Adila degan qarindoshimiz, yana birisi Farruh degan turpanliq bola. 90lik bola bu deyman. Shu bola chiqarib etilgandan keyin, uningdan keyin bu yerda nurg'un qarindoshlarimiz deportation deydi. 29 qarindoshimizning ichida men bor. Ammo bu masala qanday hal bo'ladi degan chaqda qandaqdir Mehmet To'xta apandininki deganidek u ko'chmanlar idorasi yoki boshqa ishlar orqali bo'lmadi. Bu ishda men Dünya Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashid apandim, yana birisiga, mishari yana bir qiz qarindishimiz va hamshirimiz va uning ismini demayman. Mushu ikkimizni Dilshod Rashid apandim shu chaqda dedi. Men 2 pay o'qni otdim, hamda uning u yoqini ko'ramiz dedi. Shuning bilan men o'qishga kelgan. U qarindishimizmi o'qishga kelgan. Shuning bilan ikkimizningki ismini Google'ga bassa, Boshun Dajoyan anandikan bo'lsa Turkiston bir narsa degan bir mo'ncha xabar bekatlarda chiqib g'ulg'ul qo'zg'aldi. G'ulg'ul qo'zg'alganki bu ish Amerikada ta'sir doirasi kuchlandi va Amerikaning istixborot idorasi, ya'ni CIA'ning tekshirish orqali ikki tal Shvetsiyadan ikki qarindishimizning ketkizib yetilganligi, Adila bilan Farruh degan qarindishimizning ketkizib yetilganligi orqali bu Amerika istixborot idorasi, ya'ni CIA'dan Shvetsiya bexatarlik idorasiga, ya'ni SAPO, Sakarhat polisiga bularga buyruq keldi. Mana bu ikki odamni ketkizib yetdik. Ketkizib yetibsizlar, biz topolmadik, bularni ketkizib yetsanglar yo'qolib ketadi degandan keyin shuning bilan Shvetsiya bexatarlik idorasidan Shvetsiya ko'chmanlar idorasiga buyruq tushdi. Buyruq tushgandan keyin shuning bilan bu bir kunning ichida nurg'un insonlarniki, hatto ko'chman, hatto intervyu qilmay, sotga chiqmay turib, ko'chmanlar idorasiga borib kartasi to'shib ketganlarniki kartasini almashtirish jarayonida sening ruxsating chiqdi deb qilingan. Endi men bu yerda buni deyish orqali nima demoqchi degan chog'da bu ish Mehmet To'xta siz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu ish meningki va meningki 11 ming kron pulim bilan hal bo'lgan ish. Shu chog'larda Dilshod Rashidningki xotini vatanga boradigan chog'da Dilshod Rashid xotindan yoshirincha vatanga boradigan pulni u Belarusqami yoki Latviyaga berib xashlab etgan. Shu chog'da Dilshod Rashid menga degan, "Sen ishlayotsa, seningdan pul olaman, bu ishni pulga qilaman, bekorga qilmayman" degan. Men bo'ladi deb Dilshod Rashidningki Hasilberdagi uyida yana bir guvochimiz bor sharoit ostida 11 ming kron pulni bergan. Bu narsalarniki isbotliq hamma narsalar o'zining degan gaplari va bu ovozliq narsalar hammasi WhatsApp'imda turibdi. Buningga keyin kelimiz davomiga. Shu chog'da bu ish mening 11 ming kron pulim va Dilshod Rashidningki mishadagi men va yana bir qiz o'qishga kelgan ikki qizni 2 pay o'qni otdim xalqaroga deb xalqaro matbuotlarga chiqish orqali, ya'ni Dilshod Rashidningki Xitoy demokratlari bergan Boshun Dajoyan degan axborot medialarini kontrol qiladi. Ya'ni uning memosi bor, ya'ni o'zi kirib, o'zi xabar ishlab, o'zi chiqara oladi. Ya'ni jiq medialarni Dilshod Rashid o'zi kontrol qiladi. Shu vaqtida 11 ming kron pulni qo'limdan olgandan keyin o'zimningki Boshun Dajoyanlarga, hatto nurg'un xabarlarga, hatto Dünya Uyg'ur qurultiyini Dilshod Rashid qo'zg'atish orqali bu ish hal bo'ldi. Bu ish qandaqdir Mehmet To'xtaninki ko'chmanlar idorasidagi Mehmet To'xtaninki ko'chmanlar idorasidagi nimadan, ya'ni Shvetsiya adolat ministrligi Erik Ulanhak va BDT musofirlar ishxonasi mas'ullari va bu deganlarning hammasi chek basmaydigan gaplar. Buningki hech qanday dalil isbot yo'q. Dalil isbot men va yana bir qarindishimizningki ismi. İşenmesanglar meniki Togo'dagi Haybeti degan ism familiyamni to'g'ri bassanglar nurg'un xabarlarga chiqamiz. U xabarlarni Dilshod Rashid apandim ayni vaqtida tahlil bergan. Bu Mehmet To'xta apandimga berayotgan javobim. Agar Mehmet To'xta apandim norozi bo'lsa, men bilan yuzlashaman desa va yoki Dilshod Rashid o'zining sabdishi o'zi bilan yuzlashsa bo'laveradi. Bu ishning jarayoni, ya'ni shu. Men buni bir deb o'tib ketmoqchi. O'tganda Mehmet To'xta apandim 2024-yili 2-oyning 28-kuni buni Facebookda deb o'tib ketdik. Men bu narsani bir qo'r xalqqa tushuntirishni to'g'ri ko'rdim. Ikkinchisi Yaponiyadagi Sirajdin degan oshxona ochadigan adam. Seni adam deb turar, ya'ni hayvon demay. Sen qo'lingda daliling yo'q, isboting yo'q,
boshqalarga u mening oshxonamda tortilgan video deb boshqalardan menga keldi. Men u odamni tonimayman. U odam bilan hech qanday munosabatim yo'q. Seninki qalaymiqan haqqa tahdid silib, qo'rqoq silishing bu Yaponiyaningki qoidasi qonuniga uyg'un kelmaydi. Agar sen ishonmasang, meni Yaponiyaga taklif qilib, men bir haftaning ichida biletninki qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar bir haftaning ichida sening oshxonangning oldiga unib ola olayman. İşensang bo'ladi. Shuningga sen tahdid qilayotgan odamlaring va oshxonada qilayotgan arpayliklaring seninki nurg'un Yaponiyada oshxona ichib, nurg'un qilgan ishlaringninki daliliy isbotlari, hatto seninki o'z og'zingdan chiqqan gaplar meningda bor. Agar men senga chiqarib berolmaydigan bo'lsam, Sirajiddin, men senga chiqarib berolmaydigan bo'lsam, sen chish, men po'qingni yeyman o'tirib taxsida. Oshxonangning oldiga kirib turib, sen bilan ayrim o'tirib chiqarib berman sening nima gaplaringni. Shundan sen Yaponiya hukumatini va Yaponiyadagi qarindoshlarni unda uxlab qoldi deb deman. Hozir uyg'oqliq odamlarning hammasi uyg'ondi. Faqat sen bu o'xshash munofiqlar ham uyg'onmag'liq. Shuning uchun senga deydiganim, sen haqqa tahdid qilishdan burun mening qo'ngimda nima po'q bor? Men o'zim qandoq bir inson? Men bu oshxona ochayotgan yo'q, nima qilyapman? Dunyo Uyg'ur qurultaydigilarga nimani hozirlab berdim? Hatta Ömer Kanat, Qalbi Nur Sidiq, Zumrutay uchini ben kim gap qilay bu to'g'risida Ömer Kanat o'zi bilan gaplashiman. Ömer Kanatni akilib, o'tag'izib turib o'zi bilan gaplashiman. Ömer Kanatninki men bilan gaplashmaydiganiga ishonmayman. Shuning uchun sen telefonni boshqa odamga setayotgan bo'lsa, ichidan narsalar chiqib qolgan bo'lsa, Qozog'istondagi qarindoshlar uyg'onib menga beribdi. Qozog'istondagi qarindoshlar yosh bolalar uyg'oqlikka. Qozog'istonga bizningki bir do'stimiz beribdi. Qozog'istonga berish jarayonida bir oshxona kiribdi. Undan yosh bolalar bilan o'tirib gaplashib, Shvetsiyadan keldim desa, Shvetsiya tug'liq Hamid tonamsiz debki, biz Dunyo Uyg'ur qurultayiga necha vaqtdan beri, ya'ni munofiqlar qurultayiga pul berib, pulni hisobini olamayotgan bu ishlarni ayt to'g'ri dedi. Roshan Abbosning ovozini qo'yg'inni to'g'ri ko'rmadik. Adapto anadan keyin indigenous masalasini toza to'liq tushunib bo'lmayapti. Indigenous masalasini toza to'liq tushunib bo'lmaganlikning sababi Mavish Norvegiyadan Abduvali Ayub va nimadan Gollandiyadan Dil degan ayolmi shu ayollar berib ichida indigenouснiki lobbichiligini qilib xalqni xeyli ozdirayotgandan keyin ishlar bor edi. Shuningga Qozog'istondagi qarindoshlar bu narsani tushunmay qolibdi. Ammo Qozog'istondagi nurg'un yosh bolalarga rahmat. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Shundaq narsalar qo'lingizga kelib qilib meni ta'minligininglarga hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Chuqur bu millat uyg'onish kerak, mavu vatan millatni qutqizib olish kerak. Bu chuqur bo'lish tegishli ish. Agar bu bo'lmay qolsa, Uyg'urlar biz 21-asrda asos jihatdan yo'q bo'lib ketamiz. Hozirmi Do'yun, Kaysho, shu taratqu supullari orqali vatanimizdagi qanchalik irqiy qirg'inchilikning vahshiyona chekiga chiqqanligini qarindoshlarimizning hatto o'zlariningki qarasanglar o'zlari benormal bo'lmayotgan qiliqlarni qilayotganini ko'ramiz. Chunki u qarindoshlarimizni o'ylab boqsak, o'zini qutuldirib qo'yishning birdan-bir yo'li asosida ba'zi bir normal qiliqlarni chiqarib, hatto yag'on saran qiyofat kirib olibmi yashashning yo'liga kirib ketgan. Bo'lmasa bizningki qarindoshlarimiz u darajada undaq axloqsiz va unchalik safosiz emas deb qarayman. Shundaq masalalar qarindoshlar. Uningdan keyin ma'vu tillangan munofiqlar to'g'risida, ya'ni men endi qanchasi esimda bor bilmayman, ammo qanchasini tillig'inimni men sanab berayamni. Roshan Abbos, Umar Qanot, Madinay Bovdun, Dolqin Aysa, Dilshod Rashid, Mehmet To'xti, Zumrutay, Muattarning o'gay dadasi Abdurashid, Ali Mahmud, Behram Tursunning hadisi Maraba Tursun va tuqqanlari, Turg'un Aloviddin, uningdan keyin Amerikadan Quzat Altay, Murat Ataman, Iltabir, yana
munofiqlar qurultaydikilardan, ya'ni Yaponiyadagi mana Sirajdinning oldiga chiqdim. Va yoki barliq tillarga men unutib qolibman. Sizlarning esinglarda bo'lsa, sizlarga deydiganim, sizlar haq edinglar tilni. Sizlar bu tilni haq edinglar. Asli sizlar bu ishga aralashmasliginglar kerakdi. Sizlar tilshatrashning sababidan edinglar. Bo'pmi Dolqin Aysa sen Xo'jangninkini ko'tarma deb bek yeb ketib qolding. U o'zingdan ko'y uni, mendan ko'yma. Chunki mayada Ahmad Tursun efendim bilan gaplashdim. Oblikim İdris bilan Erkin Akram ikkisi bu ish bunda bo'lmaydi. Bu dilshatrashning bunda qilmishlar bo'lgan ekan, bu yerda buni tashkirash kerak deb Oblikim İdris degandan keyin Oblikim İdris o'ziniki Dunyo Uyg'ur qurultayining nega uchib qolganini o'zingiz bilasiz. Oblikim İdris efendim mendan so'ramasangizmi, hamish o'zingizning ko'ngliga nihoyat ayon. Mushunda qarindoshlar, men aningdan ba'zi bir narsalarni masalan beshida chiqqan chaqda bu Dilshod Rashidningki ismini atamagandim. Men biza cho'chigandim. To'xtabdi, men endi buningki qanchalik darajaga yetib qolganligini mendek biladigan hech bir odam yo'q. Cho'chigandim. Shuning bilan cho'chidim. Uningdan keyin gapni orasidan qilsam qo'rqqandim. Endi odamga bir ish bo'lib qolamdikin deb. Ammo Xitoy konsulidan tutishib qoldim. Xitoy konsulidan tutishib qolgandan keyin Xitoy konsuli ustimdan arz qilibdi. Ham Xitoy konsuli ishga yapti, ishga chiqarmabdi. Ham saqchining xatlari bormi? U narsalarni ham chiqardim, ham chiqarib chaplab bersammi, sizlar baribir u shvechini bilmaysizlar. Ammo shu ishninki bo'lgani rost. Shuning bilan undan keyin o'zimga ishonchim paydo bo'ldi. Shuning bilan ba'zi odamlar men bilan paranglish orqali cho'qim mening ovozimni oldi deb o'ylayman. Shuning bilan menga undaq mening kech-kechlab ovozimni ilib, menga kozir qilib, meni qo'rqitma yoki bundan nim qilmasin deb Xitoy konsuliga men o'zim nomer qo'ydim. Xitoy hukumatiga qo'ydim. Agar kenda mendan Shvetsiya saqchi idorasi mendan so'ragan chog'da men shuni dedimki, nima uchun shundaq deysisan deganda men ota-onamning aning ichidagi salomatligininki yaxshi bo'lmayotganligini bilib, men ogohlantirish berib qo'ydim. Qag'inni keyin ko'ramiz. Agar meni qonunga xilof o'bo desang, o'sha tutib ib qolsang bo'ladi. Ma gapning ichida yoki mana ichida xato narsa yo'qdir desam, xato narsa yo'q. Agar kendi shundaq bo'lib qolsa, sen qanday qilasan dedi. Men uning hozir javob berolmayman. O chog'dagi mening shu psixikam, shu chog'dagi ro'y kayfiyatim, holatim ifodalaydi. Lekin men Shvetsiya tashqi ishlar idorasiga Shvetsiya bexatarlik idorasidan nurg'un ishlarni o'rtoqlashdim. Men deydiganini deb qo'ydim. Men cho'qim o'zimningki farzandlik burchini ado qilishim kerak. Men deb u sotda men o'zim sotni bu sot boshqa chiqim bormi deb tarjimon keldi, bir uyga akirdi. Paranglashdik, keyin qo'yibdi yashaning o'zida. Uningki ats advokatim xatizibdi. Bo'ldi seninki hech qanday gumonliq nuqtai nazarlar yoki bunday haqsan tuhmat qilibdi bu yerda hech qanday narsa yo'q dedi. Qo'yib etildi. Shundan keyin erkin bo'ldim emas, endi shundan keyin endi yo'q bo'ldi. Undan keyin qarasam endi Xitoy yana Xitoy konsulining ustidami bunchalar bir nim bo'lgandan keyin qarasam mening adam salomat turayotgan bo'lgandan keyin anandagi o'zimdan choponni yechib chiqdim. Chunki men nurg'un odamlar bilan paranglashimni, telefonda paranglashimni bilmayman. Kim mening ovozimni elib, kim men ko'zir qilib o'ynayma deydi. Men hamma narsani dalalayman. Hech kimga hech kim tutqizib qo'ygan yerim yo'q. Men dedim, bu qilgan xatoligim bo'lsa, ochiq bo'ynimga olaman, hukumatning oldida mi qilib dalalayman. Agar rost shu jinoyatim isbotlansa, turmada yetishga roziman. Agar rost jinoyatim isbotlansa, men to'lam to'lashga rozi. Men Dunyo Uyg'ur qurultayiga bugun kulikdimi deyman, buningdan keyinmi deyman, atimi deyman. Mening ustimdan arz qilib kelsanglar, Madina Bog'dan kapdi-ku mening mahallamga kelib, 17 ta 18 ta odamni opirib jalba qilibdi. Meni saqchi izlab baqqan yeri yo'q. U tomondan meni qurultay tomonidan advokat yoki saqchi izlab baqqan yo'q. Amma bir narsa bor meyada. Amma Xitoyninki konsulninki men shu tilga vaqtimda Dilshod Rashid bilan Behram Tursunning gapini chiqargan chog'da ashani tarjimon shu birisi tarjima qilib beribdi Xitoy konsuliga.
Manachida. İkisining gapini atlab o'tib ketib, faqat ko'ngilsiz bo'lgan gapimni qildi-da, bu yerda qildi. Men dedim soqchiga, "Meniki nima deb qilmaysan, menda isbot bor" dedim. Meniki desam, "Yo'q, bu to'xtaga hozir kelmaymiz" dedi. Kelmamsa desam, "Ha" dedi. "Kelmasang bir kun olmay, bir kuni men kelaman media orqali. Sen mening ismimni Google'ga besib baq" dedim. Onun sizmi qarindoshlar, men jiq po gap qilmayman. Men Shvetsiyaniki xili axborot vositalari bilan tanishib, xili bir yerlargacha Shvetsiyaniki byurokratlarga ko'rishgan, Shvetsiya istixborot idorasi bilan ko'rishgan. Meniki hech kimda qo'rqonchiligim yo'q. Men haq va yerda men bor, haqsizlik yerda men yo'q. Men dedim-ku, qilgan gunohim bo'lsa, qilgan ishim bo'lsa, meni undaq iliq tutib elib bir yerdan anda ovozingni akab berma debdi Shatrash Nijat Turg'unbosh tarafdagi. Menda bir ovozlar va akilma deb. Chunki u meni ish qilmoqchi bo'ldi emasmi? U meni xayolda didi deb o'tirdi. Mushundaq narsani akilma, unda qilma, bunda qilma deb taklif qildi. Men qo'rqmadim. Chunki men qo'rqmayman, qo'rqanchiligim yo'q meniki. Men Xudodan qo'rqmayman, boshqa hech nimani qo'rqmayman. Nayt kelsa kirib yotaman. Jinoyatim bo'lsa kirib yotaman. Jinoyatim bo'lsa men kirib yotaman. To'laydigan to'lamlarim bo'lsa to'layman. Rost tilg'alanachida men yerda Mirzahmatning borki, boshqa yana boshqa qarindoshlarimiz bor. Uning ichida bilib bilmay tilyab ketib qolgan. Uni degan mushundaq ishlar bu. Shuningga meningki ovozim bor qarindoshlar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar va yoki boshqa men so'zlaganlarim bo'lsin, men hech qaysidan tanmayman, hech qaysidan qo'rqmayman. Onun için bana yo'qab ketir ekansiz, Xitoydan bir besim kelmi yoki ota-onangiz chiqdi. Bana Xitoydan besim kelmedi jinim qarindoshlarım. Bana Xitoydan qattiq besim kelmedi. Bana uydagilarimni qo'yib bermadi texi. Men 3 yil bo'ldi jang qilyapman, kurash qilyapman. Uydagilarimni qo'yib bermadi. Alloh asrag'iliq viruslardan ne odamlar o'lib ketaylik, ammo ota-onam saq, hozir turmada bo'lsin saq. Allohga ming shaksiz shukr. Bana Xitoydan besim kelganga yo'qab ketmayman qarindoshlar. Bana ma'u nim qilgandan yo'qab ketmayman. Yoki adangdan kirib ketmay, yoki uni qilmay, buni qilmay, bir narsani bir nima qilmay, aytib etmay, undan narsadan qo'rqmayman men. Mening ba'zi ishlarga ma'u turlangan munofiqlarga javob beraytay. Hamma narsani aniq deb berdim. Dunyo Uyg'ur qurultayining advokatini Go'ranni ib kelamsizlar va yoki boshqalarni ib kelamsizlar shu. Endi ma'qaytim nochi bo'lsanglar cho'ng dadamni bir 20 yillik opirib beqinglar, men ko'rib boqay. Baramdikin endi. Bormaydi. Nima uchun? Nima uchun bormaydi? Chunki men cho'ng dadamni ko'rishtirgan bir yer ko'rishtirdim. O'zi bilan o'zi anglab, o'z qulqula anglab, o'zi sen munofiqlarnikiga ishonmay qoldi. Uyg'ur emas-chimi? Ya'ni do'stlar orqali. Shuning uchun men o'zimga ishonchim bor. Seningmi daliling yoki pakiting bo'lsa, ota-onasini chiqarib olish uchun bizni tillayotdi yoki manda deb chapanni yapmay. Dilshod Raishning masalasi mening bilan bo'ladigan masala, aqasing bilan bo'linmaydi. Sen bilan bo'linsin desam, qo'ng'ini qisib, menga ishtirib qo'y uni. Qurultayni yo'gab akirsam, qurultaydagi bir nechta Zubayrani yo'gab akirsam, qurultaydagi Turg'un Alovuddinni yo'gab akirsam, Do'lqin Aysoning ism tuqqanlarini yozgan ism ham yo'gab akirsam, jiq jidallar chiqadi. Shuning uchun uning ishini o'zim qilib, u mamlakat sotib chiqolmaydi. Chunki u bir sarangliq kinishkisi bor bir odam. Uning sarangliq kinishkisiniki elib etishniki yo'lini o'zim qilyapman. Gaplashishni ayollar bilan gaplashib, hozir vaqt soat kelmaganligi uchun men Shvetsiya davlatiga besim qilolmayman. Faqat mundaq ish bor deb fikrlashalayman, o'rtoqlashalayman, isboting bormi desam, mana deb gaplashalayman, lekin tut deydigan mening qo'limdan kelmaydi. Chunki men bu yerning puhrasi, bir boshlanib ishlayotgan normal Shvetsiya puhrasi. Ammo buningki qanchalik rasvo ishlari bor. Shuningga sizlarning 20 yillik to'yinglar bo'yitdi. Menmi bir qag'allarning nomidan tabriklab qo'yay Dunyo Uyg'ur qurultayi, ya'ni munofiqlar qurultayiniki. Munofiqlar qurultayiniki 20 yildan qilgan josusliklari, munofiqlar qurultayining 20 yildan qilgan pashvozligi, munofiqlar qurultayliklarning 20 yildan beri qilgan atkaschiligi, munofiqlar qurultayliklarning 20 yildan beri qilayotgan buzuqchiligi, munofiqlar qurultayliklarning 20 yildan beri qilayotgan qochoqchiligi, munofiqlar qurultayliklarning Uyg'urlarni indigenes qilayotganligi, munofiqlar qurultayliklarningki Sharq Turkiston kurash davosini, ya'ni avtonom davosiga, indigenes davosiga tushirib qo'yganligini
Nima desam bo'ldi? Qattiq tanqidlayman va Allohdan bularningki balasini, ballarningki, xotinlarningki, badallarningki jiringib eqib ketishini bo'lsa har xil baloy ofatlarga uchrashishini Allohdan tilayman. Qatnash vositalari bo'lib o'lab ketamsa, suvda tunjiqib o'lamsa, Alloh shu kuyab o'lamsa o'tning ichida. Qanda o'lsang, Alloh ballaring baxtsiz bo'lib ketsin. Kupur gaqiga egilgan boshninki, to'kilgan yoshninki hisobini bermay turib, ma dunyodan ketmaysan. Uning dalili dal Ro'shan Abbas 20 yil oldin Germaniyadagi mush xonimning uyini qaqishib, buzib, Skype'da ashoylaqi qo'llarini astag'firullah shayton demay anadan tug'ma holatda Ablikim Idrisni keltirish uchun Ablikim Idrisni anadan tug'ma holatda aşı bir nimlarning ichlarini kerib, ko'stib, u yoqqa domolab, bu yoqqa domolab rasvochilik qilib, oyilni buzib, kino hadimizga gunohni otib, ashuning atrofidagi Myunxendagi 4 jalab bilan Amerikadagi 4 jalab pishtin taqib, hadimizning ko'zidan yosh qon oqqizganda 15 yildan keyin mening qo'lim orqali mush bo'ldi. Muajiratda kesib bitma, u video xalqning qo'lida bo'lsa menda qilinmaydi. Hech kim menda qilinmaydi. Hozirgacha menda qilinmadi. Birinchi munofiqni Bakram Sintashningki hadisninki nimasidan boshlab chiqqan peti itib keldim. Hatta eng oxiri Baxtiyor Nosirning uyining oldigacha bordim. Men buningdagi nurg'unlarning uyining oldi, chunki qo'limda nurg'unliga isbotlayapti. Men nurg'unlarningki masalan shu Norvegiyadagi Abdurashidninki Abdulhamid Tursun Dolqinaysa va yoki mush Yevropadagi munofiqlarningki men ishlarni chekib qachat qo'rib turib chashdan so'rab chiqib saqchi kes mana deb turib menda bir ishni qilmoqchidim qarindoshlarim. Lekin mushu 10 qanotni tuzib ish qilamiz degan ba'zi bir qarindoshlar sol qanot desak bo'lmaydi, sol qanot munofiqlar kelgan chaqda men charchamagandim qarindoshlar. Munofiqlar kelgan chaqda men charchamagandim. Munofiqlar kelgan chaqda shundoq yaxshi siyosatni ipag'andim. Ammo 10 qanotning ba'zi ishlari, ba'zi odamlarning qilayotgan qiliqlariga va yoki ba'zi odamlarningki qilayotgan ishlari va ba'zi tashkilotlarning qilayotgan ishlariga qarab, ularni tillishimni bilmadim, haqoratlanishimni bilmadim, men o'zim yo'qolib ketishni to'g'ri ko'rdim. Qarindoshlar. Men endi ularni chiqib tillasam, ularga savol qo'ysam, cho'nglarga savol qo'ysam, yoshlarga savol qo'ysam, men andaq desam, meni haq pishtni xo'rka. Bu hozir munofiqlarning tillagan ta'sir o'ng tarafdagilarning tillatadi. Chataq bor o'ng tarafning ichidami? Ig'ir chataq bor. Millatni parampoch qilib ketib bordi. Birisi munofiq bo'lsa, birisi mustaqillik to'niga o'rnab turib, parampoch qilib ketib bordi millatni. Birlikka kaltamaatidi. Men nurg'un ishlarni sezdim. Lekin chiqib uning ichida ba'zida yana adam xayr aqlini tep qola deydigan yerga yetdim. Ularninki qarasak o'ynayotgan o'yinlari bak mehnat, chakina. Shunchalik chakina, shunchalik mehnat, odamning ko'nglini ilashib ketgidek mehnat o'ynayotdi. Men bu narsadan bak afsuslandim. Xalqimizga ichim og'irdi. Shuningga meni sundiranmagan u nimaninki Xitoyninki besimi va yoki ba'zi narsalar. Hatto meninki mening o'zimning atrofida turgan qarindoshlarim o'zim boshqalarga telefon qilib, andaq-mandaq deb o'zimning mening g'aybatimni qilib beribdi. Meni aroqkash, uning ishonmaydi, andaq-mandaq. Tamam, ishonmamsa mayli. Chidiganga chiqargan jahon bo'y, shunda yashaymiz. Xohlasak qilamiz. Xohlamasak shunda chiqdimiz bu ishning ichidan. Chunki bu ishning ichida samimiyatlik yo'q. Sualını sorsam, maq içip çıkıp pardı. Ma sualını sorsam, beşini pürküyüp pardı. A'nın ademi müstakillik takıp, münafıklarını indi turvatıdı. Münafıklarını indi turvatqanlar, yani müstakilliklarını indi turvatıdı. Bu nesle benim içimde bek içiştedi qarındaşlar. İçimde bir nes yep ketdi meninki. Endi bazı neslerini çıkıp, tıl haqoratlan qilib bo'g'ini bo'lmaydi. Bizninki ya armiyamiz yo'q, ya so'timiz yo'q. Bizninki hech qanday bir nimamiz yo'q. Bir erkeklerimizga men deb baxtim hatta bir necha ballag'im. Men Norvegiyaga boray. Men tatib ochqayli, men isbotga tumshqi qo'yayli saqchi kelsin mana men dedim. Germaniyaga borayli deb baxtim. Gollandiyadagi ahmaydiga qarindoshlarim ahmidi, men aqtirib bo'lanmidi, men charchab ketdim bag'oras. Bundaq lat kuskus ishni
4 adam bir ömür talaştık. Xitayning 1 santimetr yerini alamadı. Ama Xitay tümenmin litr, milyard litr neftimizni ochib ketdi, ishki organlarimizni, ziminimizni payxon qilib etdi. Biz hozirgacha mushunda tamam munofiqlarni aravatdik. Men nima uchun bugun tillamayman ularni? Tillashdan aytib bir gapni demasak lavzolab qolamiz. Elim 3 yil bazag'isib o'yinda o chiqmadi qarshimizga, chiqolmaydi. Ham o sot pot deganning oldin oyoq tutsin titraydi. Shu o'jisininki chiroyiga qarab ish qiladi. Endi oxirida bularninki qilayotgan bu munofiqlarning ishi bular shu o'lim bilan oxirlashadi. O'zinglar ko'ryapsizlar qarindoshlarim. Germaniyaninki tashqi ishlar ministri Xitoyga berib nimani kelishmagandan keyin Xitoyninki 4 jasusni va parlament ichidagi jasuslarni tashildi. Buningdan keyin issiq urush qarab mangdi qarindoshlarim. Cho'ng davlatlarninki o'tirlig'iga tushib qolmayli. Amerika boshchiligidagi ba'zan bir davlatlarning quchog'ida o'tirib qolmayli. Ahlimiz bilan night chiroyli hozir ularning manfaati emas, bizmi ularning manfaatiga keldik qarindoshlarim. Bizmi ularning manfaatiga keldik. Bizmi o'zimizning taklif fikrlarni qilib, ma chiqayotgan yoshlarimizningki ba'zi bir qilayotgan gaplarni anglayli, quloq solayli, tarsalik qilmayli, ta'tirlik qilmayli qarindoshlar. Ishni chaqqan qilmasak biz ulgurolmaymiz. Urush davriga qarab kirib ketyapti. Urush davriga qarab kirib ketyapti qarindoshlar. Bu urush davriga qarab kirib ketyapti. Yaxshi qilsaqmi o'zimizning vatanni olamiz, yomon qilsak yana shu Xitoyning qo'li qolamiz, yana boshqa bir partiya keladi. Bu qitimga meningcha Sharq Turkistondagi mustaqillik cho'qim amalga oshadi deb o'ylayman. Xudoyimiz menda zo'r umidlar bor. Tamam, men hozirgacha chiqib qilgan ishimningki to'lagan badalimningki, hatto qajlagan pulimningki hech qanday qilmayman men. Hech qaysiga o'kinmayman. Hech qaysiga nim qilmayman. Chin ko'nglimdan chiqarib men rozi turib qilgan hamma ishni. Meni hech kim o'rgatmadi. Menga yoki palonchi yoki pukonchi chiqib meni tillang yoki andaq-mandaq demadi buning ichida. Men hammasiga shuni butun bo'lgan ishning hammasini o'zim ustimga olaman. Chunki ko'rdik mehnatchilikni menda ko'rdim buning ichida. Ko'rib qaynab chiqdik. Tildik, hatto uyning oldigacha bordik. Anadagi ko'ras Baxtiyor Nosirning ishini menda so'rabdi, qanday bo'ldi deb. Men Baxtiyor Nosirning ishida sotda arziqqa saqchiga bergandim. Anadagi Shvetsiya hukumatining saqchilari onasini yozmalarni yezib sizlarga ko'rsatdim-ku. Qilmoqchidim. Anadagi ba'zan bir sabablar tufaylidan o sotning ishidan, o yuqorilab mangadiganning ishidan men voz kechdim. Chunki mening qo'lim bilan Baxtiyor Nosirni yig'ishtirma deb ishni bilib o'tgan nurg'un munofiqlar qurultining ichida mu odam bor ekan. Ham o Baxtiyor Nosirningki kuyog'li Absalom akamiz o'ldiroq bola. Yaxshi bola. Baxtiyor Nosirning qizi Naylam yaxshi qiz bo'ldi deb angldim hozirgacha Gollandiya jamoati kelib. Shuning o'g'ling dadasininki qilib qolgan chaqda sotlashib yana bir nima qilishni ham Salomkam bilan Dilyar Musabaylar bir tashkilotda ish qilgan bo'lgandan keyin o'ttirlig'idan bir g'ij-g'ijing xuddi Dilyar kuchga aytib qildi degandek bo'lsin deb Dilyarni bo'sh ver degandan keyin men bu ishni bo'sh verdim. Agar Baxtiyor Nosir apandim ya sen undan bunda bu taraf kela o'tib desa men yana boraman, yana biz davomlashtirib mangsak bo'ladi. Qarsam Dilnur degan bir ayolmi Baxtiyor Nosir mening dushmanim deydi. Qarsam erkinsida po'xning ichida yuribdi. Shuning bilan ashundaqlarga fursat yaratib berganman. Shuning bilan Sunzi Bingfaning nima so'yicha boshqalarning qo'li bilan boshqalarni boplash deb men Baxtiyor Nosirni hatto Dilshod Rashidni boplashni o'ylashmadim. Chunki bir-birini yeb tugatsin. Chunki Dilshod Rashidning yo'q bo'lishini Ro'shan Abbos xohlaydi, erkinsida xohlaydi o'sha ikki cho'ng. Shuning uchun ba'zi narsalarda Dilshod Rashid sana deb qo'yay qara. Ayoling bilan 16 yoshlik o'g'ling qon yig'ildi, tushundingmi? Seni menga telefon qilib qon yig'ildi. Sening bizning ota-onamizga ishing og'irmay, bizni qanda qo'llanganing bilan men unda qilolmadim. Men ayolingga ichim og'irdi, balangning yig'ilganini anglab, hatto sana jiq gapni qilmay, men sen bilan tampanga kelmayman, uni unutib ket. Sen meni unutib ket eng yaxshisi. O'zingning ishni qil. Men ayolingga deb qo'ydim.
Bo'ladi ukam, men sizga javob beraman dedi. Agar kunda yana qurultayninki yana birlarini yağalardan kuchga atib, uni buni silib qilgan bo'lsang, uyog'ining oldiga berib kesakdan birini olaman, aynigan vangli birini ataman, saqchi keladi yo viyonchi yo ashada so'rab ochiqman. Aningdan keyin nim bo'lganini o'chog'ida butun rasvo xaltang chuvilib ketadi. Mana sen qo'lig'ingni ding tutmani. Agar andaq desang, saqchiga hozirlik qilsang bo'ladi. Shu ne gaplar olib ketdi, saqchi qilmading-ku? O'zing bilsa, arab deganni shunchalik tillaytding, musulmon deganni shunchalik tillaytding, kufr gap deganni shunchalik qilatding. Men do'zax qo'yib qo'ygan, arab degan maynat narsa, arab degan musulmon degan maynat paskina, uyg'ur degan maynat paskina, shuni Xitoy bilan sikib o'ngish kerak deb deytdim. Qizing nim bo'ldi Dilshod Rashid? Cho'ng xotiningdan bo'lgan, birinchi xotiningdan bo'lgan qizing nim bo'ldi? Arab ketdi. Meshada xalqlarni deytdim, arabning biznesini yavatadi, arab ketibdi. Arab kim degamda dunyodagi eng maynatli musulmon bilan arab deytdim. O'zingning qizi arabninkini yavatadi. Kurtmi yo arabmi? Iloqda Ali Babaniklar uchta oyoqdan kelib men saqlab qo'ydim. Shu nurg'un rasmlaringni, nurg'un gaplaring vatdi WhatsAppda. Endi virus vaqtida o'zing deding-ku, mening ikkimizning telefonni tinchaydi-ku, ukam. Menikin bakrat tinchaydi, shuni biz virus vaqtida o'sha paskini arabni tillayli, musulmonni tillasa tuzakrak tinchimaydi deb. To'qmonni yapsan. Shu gaplaringni kirishtirib qizingning rasmi bilan video qo'yib atmoqchidim. Yana sen qilgan narsaniki undan birini men qilmadim. Men faqat so'zildim juma ekranga chiqib. Men texi amaliy bir harakatga o'tmadim. Dunyo Uyg'ur qurultiyi sanmi shu. Men texi mundo aqllarim bor meyada. Dilshod Rashid sen bilsan-ku o'tirgan siyoliq mushunda aqlim. Buqidek aqllarim bor. Men tex bir akamni, bir tuqqunimni, cho'ng dadamni maash qarlashdim. O'g'al validek yolg'iz o'zim yakma-yak bir tug'liq qamat saqalar o'lishib keldi. Men tex tuqqanlarimni yoki hech kimni aralashtirmadim bu ishda. O'zim yakma-yak sana har qandag'anga tetib kelyapman. Tilg'anlarning ichida Rasavu Mirzahmat bilan Rayla Kamalım balki. Sen haq berib olib chiqirsam saq sotqa berayli, obo demak quvongni qisib o'tirsam, hech qanday po'qing chuvilmaydi. Mening fikr qilish erkinlikim, so'zlash erkinlikim bor. Sen degan BDTdan kelding, Qozog'istondan 10 dan kelib Xitoyga bording. 8 soatga qaytarib o'tamni nima bo'lsin, sen 8 soat Xitoy Beijing aeroportini ochib turding. 100% seni intervyu qildi. Sen 100% to'kding. Behram Tursunning esil bo'lgan yerim bor. Uninkidan hech qachon yinib baxmadim. Uning faqat chiqib yozmagan yerim, menga telefon qildi. Ya fikam dedi, ha dedim, men sotqi berman seni, to'xtatma narsangni, chidag'ichilikim qolmadi dedi. Unda u sotqi berman, 6 oy sen saqlayman dedim. Saqlayman oxirigacha. Ana uninkini so'zlab o'tirishdingmi, jiq so'zlab ketdim. Yana bir mishadikilar orlashidi ekansizlar. Men oshxonni ko'rib qoldim. Bir yerlar ko'rib qoldim, jamoatchilik qilib, bizning millat zaypon bo'lib ketgan, chirib ketgan manfaat uchun bir-birini setib o'tirgan millatkanmiz. Davlatsiz yuribmish bo'lib ketgan. Men ashdan bilan o'tirib, tamoq yeganinglarni, mashrab o'ynaganinglarni, hatto xotinlaringlarni aralashganini ko'rib, men o'zimning xato qilganini his qildim. Men o'zimning xato qilganini his qildim. Bu millat undaq narsani qabul qila olmaydi ekan. Bu millat munofiqni beshig'iga chiqib qo'ydi ekan. Jalobni beshig'iga chiqib qo'ydi ekan ro'shanda. Xoin munofiq qurultaydikilarga dasturxon oshlar kelmayicha dasturxon sanmasa, kim munofiqlik qilmaydi? Hamma odam shu munofiq bo'lib ketgan gap. Ota-onasi ayarda kirmasa, ota-onasi berib kelalisa, o'zi tashkilotning ichida xotini tashkilotning ichida xotini ishlamaydi, xotiniga tashkilotlar kirib chiqib berib kelalisa, yana kelsa oshlarning atrofida yana xalti kelyapsa, yana erkak qirgan chaqda hech qanday narsaga uchirmasa, bizga o'xshash oddiy fuqarolarning gapini anglamaydigan, sizg'ini mangmaydigan odamlarga akirib 10 yil so'da bersa, hamma odam munofiq bo'lmay qanday qiladi? Men hozir bunda o'ylab, bu munofiqlardanmi? Shunda bir ishlar bor ekanda bularninki deb o'ylab qoldim. Lekin haq hamini haq bo'ladi-ku, begiz qopib yotmaydi. Qa erib hamma narsalar chiqadi, atyoz kelganda deganidek endi chiqadigan davri kapti. Qotilning shu. Uningdan musho Kanadadagi Ibrohim Damollan bilan tirilish to'pida deyishib qoldim. Bu odam shundan ichki bisliq bu yoq o'ynagandan keyin siz chiqiting desam, chiqibdi. Atsi yana kiribdi, Farmon Turdish kiribdi.
Şunun bilan qopib, bu bo'lmadi yana undaq desam, bu yerda gap qilishdik. Şunun bilan men qiyomat og'zimni buzib tilladim. Chunki tillig'imning sababi men biladigan ish bor. Tilladik u yerda tirlish to'pidan Dilyar Musaboy apandim chiqarib etdi. Mendan bu savolni so'rganlar borki, menimcha chiqarib etgan to'g'ri deb qarayman. Chunki ko'p sonliq odamlarni qoidaga, ya'ni qoida yo'singa bo'ysundirib menish uchun cho'qim bir odam xato qilgan ekan, uninkini to'g'ri chiqarib etish kerak. Mening uningga hech qanday xafachiligim yoki hech qanday bir noroziligim yo'q. Buni to'g'ri deb qarayman. Ibrohim Damollamga kelsak, sen bilan keyin gaplashay, Juma. Sen bilan keyin gaplashay. Hozircha men ba'zi bir ishlarni demay turay. Sana o'xshash Pokistonga chiqib olgan, sana o'xshash qora bayroqning kayniga o'tib olgan, Uyg'urga o'q atgan haromdan bo'lganlar millatga har qachon nim qilolmaydi. Kanada hukumatiga esa kelib, sen jamoatning ichiga qanday kirib olding, qanday mashhurlanib ketding, uni mi bilaman. Farmon Turdish apandim, men sizning adamingizning kitob yozayotgani va Turdish hojimninki hurmatla o'shitish gaqimidim. Shaytonlikni bo'sharoq qiling. Siz to'pning ichiga akirgan odamlar o'ynab chiqib qilayotgan ishlaringiz menga yoqmadi, men chiqatdim. Siz bilan urushishni xohlamadim, tepishishni xohlamadim, chunki xohlamadim ya'ni. Bu yerda jiq masalalar va uni biz to'g'rida deb o'tamaylik. Eng yaxshisi to'pning sog'lomligiga diqqat qiling. O İbrahim Damollarni manga unchalik tushuntirib ketmasingizmi, men sizdan obdanbek bilaman. Siz mush Suriya masalasiga Hamid Nasriddinning gapi chiqsalar, menga telefon qilib, yaxshi Damollarning gapi chiqsa, Suriya masalasi chiqsalar, hammasiniki chapini yepsiz. Ya o'zingizning shular bilan bir maydonda mavqeda ishingiz bormi yo uni mening qo'limda dalil isbotim yo'q. Ammo unda qilgandagi odamni gumon bosadi. Shuningga siz o Damollarni tonimaysiz, qo'ningizni qisib bu ishlarga aralashmang. Ma'qulmi? Men qo'ngimni qisib bu ishlarni tagab o'tamay, hammani qilgan Sharq Turkistondagi butun mushnimizga qilgan birinchi munofiqlar mushu Pokistonda, Afg'onistonda bir-biriga o'q chiqargan, qora bayroqning kayniga o'tib Amerikaga bayroq tishlaymiz degan munofiqlar shu. Uningdan keyin mala chiqarilib, aladan burun mala chiqarildi. Maladan keyin qurultayga munofiqlar chiqarilib, üst-üstiga mahordek chirmishib ketdi. Ham buning ichida nurg'un savol javoblar bor. O savol javoblarni mening qo'yg'immi yo'q, degimmi yo'q. Meningki hozirgacha bu da'vodan olgan mishakaychi ta'siratim shu. Oxirida deydigan gapim shu 10 qanotli qarindoshlar birlashansanglar, tezroq birlashib, men bu gapni qilmay. Asosliq mehnat o'ynamanglar. Chinib qoldiki. Mehnat o'ynamanglar. Bilinib qoldiki. Butun narsa bilinib qoldiki. Shuningga bu vatanning ichidagi millat qirilib ketib bordi, qiynalib ketib bordi. Jumladan hammamiz qiynalyapmiz. Hammamizning psixikasi buzildi. Bu yo'lda qarindoshlar, o ichki qonimizni to'kib olsakmi, bag'rimizni chuvib olsakmi, biz yaxshi yo'q bo'lmaydi ekanmiz. Shuning uchun men chekinishni tanladim. Men chekinma deb bu yo'ldan chekinmayman. Men Facebookdan chekinishni tanladim. Twitter ochaman. Twitterda inglizcha yaxshi, anki xitoycha yaxshi bir necha qarindoshimiz yaxshi narsalarni Xitoyga hujum qilgan, Xitoy konsullarininki nurg'un yurgiga tegadigan gaplarni ta'minlab qilib bersa, men ashuni choplab qo'ysam, o'ynayman o'zimning nimasi uchun. Siyosiy jang bo'layotgan maydon Twitterdan birini ichib, bu shu Twitterda ish qilishni o'ylashdim hozircha. Lekin Facebookni ochmasak 6 oydan keyin taqilib ketishi mumkin o'xshaydi. Men Facebookimni 3-4 kun ichib qo'yman. Munofiqlar qurultaydikilar sizlar to'g'riliq degan gaplarimni cho'qim yig'ib qo'ydinglar. Agar nim qilmasanglar, biroq YouTube adresi qo'ygan Uyg'ur kirib tushirib olsanglar bo'ldi. Men tushirib olganlarim bor. Hozirgi yosh partizan degan kirib tushirib olsanglar bor, u yerdami bor. Tushirib olib, har vaqt ishigimni cheksanglar yoki sotdan ishigini cheksanglar men bor. Qarindoshlarimga yana deydiganim, men bishkimdan qo'rqib emas, men bishkimdan emas, inson rin e'tibori uchta ikki xat yozilgan bo'lsa qo'rqib qolmayman. Men
O burunqi vaqtim bo'lgansa, o'yinchig'imni qistiribdan berib, har qanday bilan chiqay menga deb bo'lgan ahvollar bo'lgan. Chiqay bu yoqqa gaplashimiz deb. Har qanday bilan gaplashib ishimni tugatib qilatdim, lekin bu darajada millatga bunchalik ichib berdik, bunchalik yeyib berdik. Yana shu munofiqlarning inda, yana shu munofiqlarning inda, yana shu munofiqlarning inda ketmagandan keyin insonning qalbi yuragi charchaydi ki. Bizmi to'mir odam emas. Ama munofiqlarninkini qilgan chog'da unda charchamagan nihoyat ko'ngillikda, chunki ular mening raqiblarim, dushmanlarim. Siz raqibingizni boksyor maydonda yoki qaysi maydonda siz raqibingizni yengsangiz siz qo'shilsiz. Lekin o'z qarindoshlaringiz bilan birning bo'lib qolsangiz yuragingiz titmi bo'ldi. Shunga men bunda bo'lib qolishning oldini olish uchun ba'zi bir jidallarning chiqadiganidan ta'minlashga o'ng tarafdagi g'ush-g'ushchiliklarni ko'rayotgachqa o'zimni tatay. Men kirib burun qo'llagallarimni tilib yetib qolsam yoki hozir qo'llagallarimni tilib yetib qolsam, buni qilib qolsam, qarindoshlarimninki ko'ngliga azor berishni xohlamadim. Meni qanday deb o'ylasanglar, ishonmaymiz desanglarmi, ishonmasanglarmi mayli, meningki bir gap esinglar chiqib qolmasin, bizningki oila bedel to'lab etgan oila. Momamni o dunyoga ochiq ko'zi bilan ketdi. Adam bir yil 8 oy yotdi. Ata-onam hozirgacha yetyapti. Bekor qaslinib, uningmi to'liq narsalari bor, hamda hukumatlar o'zi qachon harakat qiladi, men uni o'qimayman. Men bu deb charchadim. Hamda uni deb Shvetsiya bexatarlik idoralarida namoyish qilib turolmayga qarindoshlar. Ularga kirib tutmamsani, papa degini yana bo'lmaydi-ki. Nihoyatda chiroyli usulda mangmasa, men guvohchilarimni butun ovoz, dalil, videolik hammani meni tayyorlab qo'ydim. Dilshod Rashid kelsinmi, Ravshan Abbos kelsinmi, Umar Qanot siz kelsingizmi, sizga mo chiqarib beradigan narsa bor. Yapondagi juma. Mashunda gap. Shuningga aman bo'linglar qarindoshlarim. Men ma videomni 3-4 kun shu tug'andan keyin tor dunyosidan nim qilaman, chunki WhatsAppdami ishlatishni to'xtatib etmoqchi. WhatsAppni charchitib etdi, chunki o'zimga vaqt bermabdiman, faqat o'zimni yaxshi ko'rib boqmabdiman, o'zimga qilchilikmi ko'ngil bermabdiman-ku. Hatto tishlarimni qurtlab ketibdi, tishlarim og'rib, o'kin zing'ini qilgan chog'da tish doktoriga boray debdiman. Men Facebookga madavaga shunchalik o'zimni atib etibman, mana ota-onam uchun. Yana ota-onam uchun chiqaman. Shvetsiyada faoliyatlar bo'lsa, Abdushkur Samsaq afandim bilan namoyish maydonida bor. Agar mening Facebookimni ko'rolmasanglar, shu Facebookdagi Shvetsiya Uyg'ur komitetininki torbetida har oyda 2 qatim namoyishlar ashada so'z qoldirman. Qarindoshlarim sizlarni ashada yurak so'zimni yetkazib turaman. Men o'zimninki salomatligimga ko'ngil bo'lay, o'zimninki ishlarimga ko'ngil bo'lay, o'zimninki hatto mening hozirgacha sizlarni yo'shirgan yerim yo'q, pravoladigan ishlarim bor. Uni o'qishni boshlab ketdim. Attigani shunday qopsam Facebookda talashda, ya'ni uning buninkini, ya'ni shu munofiqlarga men qilib kesmay lazım, o'ng tarafdagilarniki bizimlar kiryapti-ku. Shunga faqat o'zimning psixikamni buzg'im yo'q. O'zimninki kayfiyatimni buzg'im yo'q. Men yana yaxshi sog'lom turib olsam, qarindoshlarga bir kun olmay, bir kun yana asqatima. Aman bo'linglar, meni qo'llagan qarindoshlarim, qo'llagan adillarim, meni qo'llagan, mening narslarimni taqatgan, mening yonimda turib olganlar va mendan xafa bo'lib qolganlar bo'lsinmi? Men xafa qilib qo'ygan bo'lsam, sizlar meni kechiringlar. Men yoninglarda turib olmagan bo'lsam, meni kechiringlar. Ba'zi ishlarda amal yo'q, sizlar ranjib qolgan bo'lgan bo'lsanglar, uni bo'pti, uning bir kuni tushunishimiz, chunki hammamizning yo'li mustaqillik bo'lishi, shu mustaqillik yo'lida ketib etib, yana shu bir yo'lga kiramiz. Ammo bu yerda xato siyosat o'ynalsa, qat'iy bo'lmaydi-ki. Xato siyosat o'ynab o'kin Ibrohim Damullamnimi, Mehmet To'xtu bilan dunyo Uyg'ur qurultiga tilidi, Mehmet tilidi, men dunyo Uyg'ur qurultiyidagilar bilan bir safga kirib qoldim. Bu nima uchun bo'ldi qarindoshlar? Xato o'ynalgan siyosatdan bo'ldi. Ya'ni men o'zimninkini deyman, u o'zninkini deydi. Shuning bilan shu topdan chiqqan jidal bilan bu ish to'g'ri hal qilinmaganligi uchun uni Mehmet To'xtumi tillab ketib qoldi, Mehmet tillab ketib qoldim. Aslida men ular bilan qarshi maydon tursa bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, siyosatda bek mehnat bo'ladi-ki, siyosat degan shunchalik mehnat bo'ladi ekanki, bu siyosatnikini qarindoshlar bir ichiga kirib tushansanglar, aningdekin tushunadinglar. Men agar kimda rast gap qilsam, men bu millatimizningki ba'zi bunchalik ruhining puchaklanib ketganini, bunchalik
qalbini bu munofiqlarning qardab ketganini yoki bu yo'ldagilarniki ba'zining shunchalik noto'g'ri ishni qilayotganini ko'rib, men agar 3 yildan oldin bo'lgan bo'lsam, men chiqmaydim rost gapni qilsam. Ota-onam uchun men chiqmaydim ekanman deb qoldim. Bo'ldi, so'lamchi yevatgan bo'lsa, yevatgancha, ichivatgan bo'lsa, ichivatgancha bo'ldi. Yisab bir qaq. Pashonla qo'ydab tam o'zimning 5-cho'kirib ishimni qilyaptim ekanman deb o'yladim. Lekin oqimga qarasam, nurg'un izlarni mesibman. Nurg'un badallar to'linibdi. Nurg'unligan insonlar uyg'onibdi. Lekin xalqni yetaklab mangadigan tuzuk bir narsa texi chiqmayotdi. Bir ish bo'linmayotdi. Faqat gapli bo'yotdi. Texi millatni bir to'g'ri texi yetaklab biz ish bu ichimni yeb ketdi meniki. Menikini qattiq ichimni yeb ketdi. Menga azor berib o'tgan ish mush bo'ldi, mush o'ng tarafning ishi bo'ldi. Shuning uchun men dedim-ku, men bilan birga mangan, men xato qilib qo'ygan bo'lsam, men sizdan kechirim so'rayman. Munofiqlar emas, mening do'stlarim bilan, burungi do'stlarim bilan, hozir do'stlarim bilan meni yo'qotib ketdi deb xafa bo'lsanglarmi mayli. Mening qo'limda shu mishichiklam keldi-ku, chunki men bir talla inson mishichiklam. Hatto o'zimiz tarafdagilardanmi nahaq tiryab ketgan vaqtlarim bo'ldi. Chiqib bizning ismimizni to'limanglar, tatatay deb. Millat yo'qashqa kechirib o'tdik, chiqib nima deyapsan sen, sening dadang parlamentda mandat degan to'g'ri o'sha Abbasni, sen o'zing mandat odatdan munofiqlar deb biz yana demadik shuni. Xayr deb oq taraf deb ashinchilik ishlami bo'ldi. Mayli qaysi tarafda bo'lsin. Lekin bu degan da'vatqalarim hargiz quruq gap emas. Ko'ngildan suv ichar deydigan gap bor. Ko'ngildan suv ichmagan kuni mana bu ishlar bo'ldi. Shuningga qarindoshlar, aman bo'linglar. Sizlarningki Twitter ichinglar nurg'un qarindoshlarimiz, masalan, inglizcha yaxshi nurg'un qarindoshlarimiz Twitterda bek oz ekanmiz. Twitter ichinglar, Twitterda Xitoy shu nimalarliklarni tillanglar. Namoyishlarni qilinglar, o'rlashtiringlar. Men Abdushkur Samsaq afandim bilan men yo'qolib ketmayman bu da'voning ichida. Yo'qolib ketadi degan gap emas. Men bir mazgillik o'zimga vaqt berib, o'zimni asray-asrab salomatligimga, chiniqishimga, hozir xizmatimni o'sib bir darajaga bordim. Unda bo'lgandan keyin menga ko'proq til, kompyuter, ingliz til maktabga tizim qo'ydim. Kompyuter o'rganyapman. Shuning uchun Sharq Turkiston mustaqilligida hech og'zimizni buzib Uyg'urcha so'zlab emas. Bundan keyingi prezident Trump kelib qolgan chog'da Ukraina va Hamas masalasi hal bo'lgandan keyin butun diqqat Xitoy bo'lgan chog'da shu chog'da sharildab birim dalanmasakmi, bir nima tushundagidek holatga kelishimiz kerak. Shuning uchun qarindoshlar, har qaysimiz o'zimizda turayotgan davlat tilini yaxshi o'rganaylik, undan keyin ingliz tilini yaxshi o'rganaylik. Baribir yana shu til orqali akademik usul orqali shu g'arbningki eshigini ochadi ekanmiz. U qandaqdir bir parlamentning oldida turib namoyish qilish to'g'ri, u xato emas. U faqat bir qism ekan. Buning ichiga kirgandan keyin akademiklar bilan gaplashish kerak, jurnalistlar bilan gaplashish kerak, har qaysi davlatningki byurokratlar bilan vaqtlilik gaplashish kerak. Nurg'un qiladigan ishlar ekan. Uning uchun tarjimon ishlatmay o'zimiz sog'lom holatda o'zimizning davosini to'g'ri usul yetkazish uchun o'rganishimiz kerak. Shuning uchun meningki o'zimningki qilayotgan ba'zi bir ishlarim bor. Undan keyin til maktabga tizim qilib qo'ydim. Undan keyin cheniqmoqchi, tishlarimni o'shatmoqchi, pravomoqchi, nurg'un ishlarim bor. Shuning kunda degan qo'yib Facebook nasab, WhatsApp nasab menga ma'lum ketdi bor. Menga uning oldida og'rimaganti, chunki u chaqda biz munofiqlar bilan kurash qildik. Hozir ba'zi narsalar menga yoqmaydi. Chunki menga yoqmagandan keyin chiqib, uni menga yoqmaydi deb uningga savol qo'yib, uning bilan jidal majra olib ketsa, bu munofiqlarning 20 yilligining to'yi bo'lib ketadi-ku. Shuningga eng yaxshisi men kaynimga bir qadam olsam, ishdan bo'lmaydi. Sizlarmi o'zaro kelishadigan tarafdagi ishlarni kelishib, hal qiladigan bo'lsa, hal qilinglar. Kim qiladi zodi? Kim qanday boshlaydi? Buni echib yetinglar millat oldi. Bunda parampa cho'p shiganlikka hech foydasi yo'q. Unda bo'lsa, qarindoshlarim aman bo'linglar. Xudoyimga omonat. Men balkim 2026 yoki 27 ya bo'lmasa 25-dinki o'ttirlarda o'sha Facebook etishim mumkin, ammo uninggacha 3-4 kunmi 3-4 kun 5 kun tursin naqbaydanim. Undan keyin men nima qilaman deymiz, Facebookimni yeb bitma
Qarindoshlar aman bo'linglar. Undan keyin munofiqlar Sağlıqqa, Dilyarga va boshqalarga tegishga jo'mma. Men yo'qolib qolsam, meni Facebookga akab qo'ydigan holatga keltirishma. Malani o'zlarining ishini qirg'izishni qil, senmi o'zingninki butun apti basharsang, butun rasvoy xaltang ichilib ketgandan keyin, shu rasvoy xaltang bo'yicha shu enedining pulni yeb Xitoynikini teshib chiqib geldiringdan o'lasan munofiqlar. Ammo men to'g'ri yo'lda menayotgan qarindoshlarga yozma yozib, chiqib tillab, uni buni qilib nervisiga tegib qilmay, haqaysan o'zingning yo'lda o'zingning ishni qilish. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa aman bo'linglar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin.